Sizlar ham shokoladni menga o'xshab rosa yaxshi ko'rasizlarmi? Unda ushbu retsept aynan sizlar uchun. Sochni, yumshoqqina, super mega shokoladli rulet. Ruletimizni mazali kremi uchun idishga 200 gram yaxshi slivka yoki qaymoq va 200 gram quyiltirilgan sut qo'yib, gazga qaynatgani qo'yamiz. Kremni past olovda yaxshilab aralashtirib turgan holda qaynatishimiz kerak. Aks holda tagiga olishi mumkin. Krem mana shunaqa ko'pirib ozgina quyilganida pishirishni to'xtatib, boshqa idishga bo'shatamiz. Bu massaga endi 100 gram mazali sariyog' solamiz. Yuqori sifatli kallex sariyog'i bilan tayyorlangan krem har doim kutilganidan ham mazali chiqadi. Ketidan 100 gram sutli shokoladni ham qo'shib, hammasini yaxshilab eritib, birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Kremning ustiga strech paketni v kontakt, ya'ni teg'azib yopib, xonada ozgina sovigach, xolodilnikka kamida 1,5-2 soatga olib qo'yamiz. Bu orada rulet uchun biskvit tayyorlab turishimiz mumkin. Quruq va yog'siz idishga 5 dona tuxum, chimdim tuz, 1 choy qoshiq vanilin shakari va 150 gram shakar solib, oppoq, quyi ko'pik bo'lgunicha taxminan 10-15 minut ko'pirtirishimiz kerak bo'ladi. Yaxshilab ko'pirib bo'lgan tuxumga 60 ml sutni ham qo'shib yuboramiz. Endi eliga original sifatli turon unidan 150 gram hamda Gollandiya kakaosidan 30 gram solamiz. Buni 2 marotibada elikdan o'tkazib, bench yoki lopatka yordamida pastdan tepaga mayin harakatlar bilan qumoqlarni qoldirmasdan aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan biskvit xamirini pishiriq qog'ozda olingan listga qo'yib, hamma joyiga bir tekis taqsimlab chiqamiz. Biskvit oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada 18 daqiqa pishiriladi. Biskvitni duxovkada ko'p ushlab olmaylik, bo'lmasa chetlari qurib, o'rayotganingizda sinishi mumkin. Pishgan biskvitni pishiriq qog'ozdan ajratib, yana shu qog'ozga sochiq bilan o'rab, sovishga qoldiramiz. Endi rulet ustini yasatish uchun shokoladli ganash tayyorlab olamiz. Buning uchun issiq 75 gram qaymoqga 100 gram shokoladni aralashtirishimiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lgan ganashni konditor qopchiga qo'yib, sovutgichga olib qo'yib turamiz. Boshida tayyorlab olgan kremimiz muzdeligida mana shunaqa quyuqqina konsistensiyada bo'ladi. Buni mikserda 2-3 daqiqa ko'pirtiramiz. Shunda juda ham mazali quyuqqina krem chiqadi. Endi tortni yig'ishga kirishsak bo'ladi. Sovib olgan biskvitni ustki qavatini shilib, sut yoki shirin suv bilan yaxshilab namlantiramiz. So'ng ustiga kremimizni hammasini surib, ruletni shoshmasdan asta-sekinlik bilan zich qilib o'rab olishimiz kerak. Rulet ustiga sovigan ganashni qo'yib, ustini yong'oq bilan bezatib olamiz. Shu bilan juda ham mazali, chiroyligina tortimiz tayyor. Buni dasturxonga tortishdan oldin sovutgichda 1 soat qoldirib, so'ng bemalol kesib iste'mol qilishimiz mumkin. Ruletning shokoladli biskviti va kremli qavatlari bir-biri bilan zo'r uyg'unlashgan. Natijasi haqiqatdan ham juda ham mazali. Albatta, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Menga o'xshab shokolad sevadiganlar uchun bu haqiqiy zavq.